belgi bering, Marfo'ja. Umid emas. Yoshga yetolmaydi deysiz. Nimadagi? Sadiqjon bilan oxirgi marta qachon ko'rishdingiz? Esloming. Eslomingizda? O'z tez ko'rishib turasizmi? Yo'q. Umumanmi? Yo'q desam bo'ladi. Yo'q desa ham bo'ladi. Hop. Demak, oxirgi savol biz ikkita berdik, 3-savol. Ha. Mana shu o'tirgan 4 ta hakamdan kim bilan oxirgi marta qattiq ko'rishgansiz? Eslom abi. Hech kim bilan ko'rishmaganmiz. Yo'q, qaysi birlaring bilan qachon ko'rishgan, oxirgi marta qaysilaringni eslolmayman. Ya ko'rishganmiz, siz bilan men bilan ko'rishganmiz o'zida. Ko'rishganman. Opa bilan ko'rishganman. Siz bilan ko'rishganman, siz bilan ko'rishganman. Oxirgisi qaysi biri bilmadim. Oxirgisi bo'lmasin. Mana qachondir bo'ladi oxirgisi. Lekin men shu umidda qolyapman degan. Ha, mana ishlaga Ya, o'xshab mana Sheva boshqa, umid Boshqa, shunaqa boshqa gapirib umid emas. degan. Degan misal Lekin sizlarda juda ham yaqinlik bor. Qancha qolaylik? Ahmad emasmi? Ahmad. Bizlar variant Ahmad bo'la qolsin, bu misal cho'zmayligi. Sizlarning variantingiz. Manda variantga umid bering. Men Umid akaga o'xshatmoqman. Bravo. Yo'q. Qarshi oling. Sizlarni tabriklayman. Sunnatlar. Shu birinchi yetgan. Umid. Voy. Boshqasi. Nisaljon beylar. O'tkir Shodimonov. Assalomu alaykum. Qanday men shuni aytsangiz men bittada to'dayam shuni enalarga o'sha kiyinamsizlar. Ya jo'lan bo'lasida. Yaxshi ko'rsa haqqoniy emas ekan degandim biz. Sportchi aldab olishyapti. Yo'q, men bitta sportchi emasman deganim, sportchiman degan aldadi. Qolganda yolg'on O'shaning gapirma. uchun Sadillar ko'ryapsizmi? Yolg'onni olib tashlash chunki bizda savol berish qiyin-da. Sizlar eshitdingizmi? Mana sportchiga ketdim. Ko'rsam men o'sha javob tashlayman yolg'onni. Birinchi boshidan unaqa yolg'on gapirmaydi. Baraka topkurlar, baraka o'rganib Bunlarga eshtinglar, eshting akajon bitta. Narbiga siz meni eshitib turing bitta narsada, men hozir bekorga jahlim chiqmayapti. Mana bunaqa narsada eng birinchi savol-da bu.